5 bosqichni eslaysizmi? Fikr, savol, mavzu, prompt, maqola. Birinchi ikkitasini o'tgan safar bosib o'tdik. Bugun navbat mavzu va promptga. O'tgan safar chiroyli javob oldik, lekin ishonib bo'lmadi. Bugun buni tuzatamiz. Salom. Biz savoldan maqolagacha bo'lgan 3 qismli videomizni davom ettiramiz. Eslaysizmi? Cloudga quruq savol berdik. U chiroyli insho yozdi, lekin ichida na manba, na raqam, na metod bor edi. Aytib o'tganimizdek, bu sun'iy intellektda xatosi emas, ya'ni ayb sun'iy intellektda emas edi. Bu savolda. Bugun shu savolni professional promptga aylantiramiz. Oxirgacha qoling, bugun prompt 100% tayyor bo'ladi. Faylni ham Telegram kanalga yuklayman. Keling, avval eski savolni bir ko'rib chiqaylik. Sun'iy intellektdan foydalanish inson tafakkuriga qanday ta'sir qiladi? Ko'rib turganimizdek, men rangli qilib bu yerda aniq bo'lmagan ko'rsatkichlarni belgilab o'tdim. Bitta savol ichida 4 ta noma'lum. Sun'iy intellekt ham xuddi biz kabi noaniq savolga umumiy javob berishga harakat qiladi va qoldirilgan bo'shliqlarni o'zi to'ldiradi. Bu aytgancha ilmda Pico yoki Finer deb ataladigan rasmiy sxemalarning soddalashtirilgan ko'rinishidir. Keling, yana bir bor ko'rib chiqaylik. Bu yerda sun'iy intellekt, qaysi sun'iy intellekt, chatbotmi, umumiy algoritmlarmi, rasm generatsiyalari yoki video generatsiyalari bo'lishi mumkin. Foydalanilgan, ya'ni foydalanish, qanday foydalanish? Ko'chirib olish maqsadida, maslahatlashish yoki o'rganish maqsadida. Tafakkur, inson tafakkuri nimasi? Aynan xotira, tanqidiy fikrlash, ijod va boshqa yo'nalishlarni tanlab olish mumkin. Va ta'siri, ya'ni insonga qanday ta'sir qiladi? Yaxshi, yomon yoki ma'lum bir sharoitga bog'liq tarzda. Endi keling, bularni qanday to'ldiramiz? Men o'zim uchun bularni, ya'ni har bir noaniqlikka aniqlik kirgizish uchun va ularni tanlov qilish uchun 3 mezon tizimini joriy qilganman. Siz o'zingiz uchun, o'zingiz mavzuyingiz uchun yoki o'zingiz ma'lum bir yo'nalish uchun bu mezonlarni tanlashingiz mumkin yoki boshqa mezonlar ishlab chiqishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, men faqat o'zim ishlab chiqqan, ya'ni menga qulay bo'lgan va men ko'p ishlatadigan prompt, ya'ni prompt generatsion tizimni va shu bilan birga menga kerakli bo'lgan ilmiy yozilmani tayyorlash yo'lini ko'rsatyapman. Bu gal yana bir bor eslatib o'taman, bizda ilmiy yozilma sifatida yakuniy nuqtamiz maqola bo'ladi. Keling, mana bu 3 mezon menda har bir noaniqlikka shu savolni berib chiqaman. Ya'ni o'lchash mumkinmi? Javob ha yoki yo'q yoki ma'lum bir darajada. Materiallar bormi? Yo'q yoki umuman olganda mening kuzatuvlarim yoki tajriba yoki qandaydir ilmiy ma'lumot aniq ko'rsatilishi mumkin. Va bitta maqolaga sig'adim. Ya'ni juda keng bo'lib ketmasligi kerak. Ya'ni sizning izlanayotgan ma'lum bir sohangiz juda keng bo'ladigan bo'lsa, u yerda chalkashliklar yuzaga kelishi mumkin. Tanlaganlarimni ko'rsatishdan oldin nima rad etganimni, chunki mezon faqat rad etilgan variantdan ko'rinadi. Ya'ni siz rad etish javobi, bitta rad etish javobi taqsim etsangiz, bu mezondan chiqib ketadi. Aytaylik, butun tafakkurga ta'siri juda keng, bitta maqola uchun juda qiyin bo'lgan mavzulardan biri bo'ladi. Ijodkorlikka ta'siri, ijodkorlikning o'lchovi yo'q, ya'ni o'lchash qiyin, menda buning materiallari yo'q. Har bir torayish
Ya'ni har bir tanlov doim bir narsa qurbon qiladi. Keling, endi mavzuni tanlaymiz. Demak, qaysi sun'iy intellekt? Men ko'rib turganingizdek, matnli sun'iy intellekt chatbotlar degan to'xtamga keldim. Ya'ni rasm, video generatsiyalar yoki maxsus ilmiy vositalar sifatida ishlatiladigan sun'iy intellektlarni olmadim. Qanday foydalanish? Bir marta sun'iy intellektdan foydalanish yoki kamroq miqdorda va men kundalik, hozirgi kunda deyarli hamma kundalik vazifa sifatida ishlatishni boshlagan, ya'ni muntazam kundalik ishlatish deb tanlab oldim. Qaysi tafakkur? Ya'ni men bu yerda ijodkorlikni, umumiy tafakkur tushunchalarini chiqarib tashladim va xotira va tanqidiy fikrlashni qoldirdim. Qanday ta'sir? Ya'ni insonga qanday ta'sir qiladi? Oldindan aytmaymiz. Mana bu yerda neytrallikni tekshiramiz. Faqatgina ijobiy yoki faqatgina salbiy tomonlarni olmaymiz. Men hozirda shu mavzuga to'xtalishga qaror qildim. Ya'ni matnli sun'iy intellekt chatbotidan muntazam foydalanishning inson tafakkuriga, xotira va tanqidiy fikrlashga ta'siri. Neytrallik nima? Har qanday sun'iy intellektlar hozirgi kunda xushomadgo'y. Ya'ni ular sizning so'rovingizga qarab javob qaytaradi. Isbotlab ber desangiz isbotlaydi, e'tiroz qil desangiz e'tiroz qiladi. Keling, shuni ko'rib chiqaylik. Bu bizning o'tgan safargi chatimiz. Bu yerda biz prompt qurishni boshlaymiz. Bu bilan aralashib ketmaslik uchun hozir boshqa chat ochib sizga quyidagi ko'rsataman. Demak, sun'iy intellekt inson tafakkurini rivojlantirishni ilmiy dalillar bilan isbotlab ber. Mana ko'pchilikning xatosi mana shu yerda. Isbotlab ber. Demak, siz shu kalit so'zini yozdingiz, bu uni qabul qildi va isbotlashga harakat qiladi. Har qanday sun'iy intellektga buni bermang, u isbotlashga harakat qiladi. Demak, fayllarni o'qishni boshladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda qisqacha o'zini himoya qilish frazalarini yozdi va bu yerda dalillar keltirib o'tayapti. Mana bir necha foydalanuvchining ustidan o'tkazilgan yirik tadqiqotlarni hammasini ko'rib o'tyapti. Ko'rishingiz mumkin, kerakli o'sha maqolalarga ham o'z silkasini tashab ketayapti. Bu yerda hozir sun'iy intellektlarga shu darajada ko'p savol berilgandan sun'iy intellekt o'zini himoya qilish rejimida ham ishlayapti, ko'rgan bo'lsangiz. Lekin asosiy urg'uni baribir dalillar bilan topib berayapti. Tafakkurni rivojlantiradi. Mana. Keling, endi aytaylik. Keyingi savolni berib ko'ramiz, ya'ni e'tiroz shaklini. Bunga nima deydi? Umuman olganda o'sha isbotlab berish talab qilsangiz, bu isbotlab beradi. Endi qisqacha qilib yozishga harakat qilgan degan ma'noda qisqa 5 jumlada dedim. Matn uzayib ketmasligi uchun. Mana ko'rib turganingizdek 5 ta fakt bilan, misol uchun 4-sini o'qib beraman. Men bu narsani real vaqtda qilyapman. Hech qanaqa yozib olinmagan, real vaqtda savol berib, real vaqtda yozuvni amalga oshiryapman. Oldin generatsiya qilib, keyin sizga ko'rsatayotganim yo'q. 17-25 yosh oralig'idagi
AIdan tez foydalanadigan yoshlar ustida o'tkazilgan bir tadqiqotda ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini pastroq bo'lishi mumkinligi aniqlangan. Bu kichik va hali retsenziyadan o'tmagan dastlabki natija. Ko'rib turganingizdek, baribir ma'lumotlar bor. MIT tadqiqotchilarining AIga tekshiruvi shuni ko'rsatadiki, ChatGPT yordamida insho yozgan ishtirokchilarda boshqa guruhlarga nisbatan xotira va ijodkorlik bilan bog'liq neyron tarmoqlarda faollik pasaygan. Shuningdek, ular o'zlari yozgan matnni bir necha daqiqadan keyin eslay olmay qolishgan. Ma'lum bir e'tirozlar, ya'ni o'sha susaytirganligi haqidagi ma'lumot so'ragan edik. Susaytirganligi haqidagi ma'lumotlarni berdi. Xo'p, demak, neytrallik mana shunday savollar tug'ilmasligi uchun biz nima qilamiz? Biz neytrallik tarozisini topishimiz kerak. Bu buyruq emas, ya'ni isbotlab ber, foydali, zararli ekanini topib ber degan tushunchalar, bular bevosita sun'iy intellekt uchun buyruq hisoblanadi. Bizda neytrallik ijobiy va salbiy ta'sirni bir xil mezonda ko'rib chiq. Demak, xulosani oldindan buyurma, ya'ni hech qanaqa o'zingga xulosa qilib olma, hech qanaqa dalil ko'rmasdan oldin foydali ekan yoki zararli ekan degan xulosaga kelma. Endi biz prompt qurishni boshlaymiz. Bu promptimiz demak 6 ta bo'limdan iborat bo'ladi. Bu o'tgan safar ham bir sira eslab o'tgandik. Rol, kontekst, vazifa, format, neytrallik, halollik. Men videoni biroz tezroq o'tkazishga harakat qilishim mumkin. Bu mendagi bor o'sha slaydlar men guruhga, ya'ni Telegram guruhimizga ham tashlab qo'yaman. U yerdan bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. O'zingiz uchun ishlatishingiz mumkin. Bu ochiq ma'lumot, hech qanaqa avtorlik huquqiga men talabgor emasman. Men faqatgina o'rgatish uchun qilingan ish. Buni bemalol o'rganishingiz yoki o'rgatishingiz mumkin. Demak, tanlovlar qanday qilib boramiz? Birinchisi, sun'iy intellekt kim bo'lib javob bersin? Mana ko'rib turganingizdek, men bir necha rollarni taqdim qilganman. Ya'ni har bir rollar qatori bizga nima beradi va qachon tanlash kerak. Bularni hammasini men ko'rsatadigan bo'lsam uzoqroq vaqt ketadi. Sizga asosiy tanlanganlarni ko'rsatib o'taman. Demak, men rol sifatida tajribali muharrirni tanlab oldim. U struktura va aniqlik talab qiladi, yangi fakt da'vo qilmaydi. Qoralama qurish materiallarida juda bizga ma'qul bo'ladi. Nega olim roli yoki boshqa tanlamadim? Chunki olim sifatida uni rolga bersam, u o'zicha ko'p narsani isbotlamoqchi bo'ladi. Hozircha shuning uchun biz neytrallik rejimi, ya'ni bizga qo'shimcha ma'lumotlar qo'shmasligi uchun neytrallik talab qilyapmiz. Ya'ni biz muharrir sifatida buni oldik. Undan keyingisi, demak, biz rolni tanlab oldik. Bizda hozircha ma'lumotlar yo'q. Keling, sekinlik bilan promptni shakllantirishni boshlaymiz. Bizning eski chatimiz. Bu yerga men shunday yozaman. Demak, sen ilmiy maqolalar bo'yicha tajribali muharrirsan. Mavzu men tanlab oldim. Matnli sun'iy intellekt chatbotdan muntazam foydalanishning inson tafakkuriga ta'siri. Tashqi manba hozircha menda yo'q. Shuning uchun men senga shu mavzu bo'yicha tartibsiz fikrlarimni beraman. Fikrlarni oxirida yana bir yozib o'tamiz. Nega manba yo'q? Men faqat hozir izlanish qilyapman. Menda hech qanaqa o'zimning izlanishlarim yo'q. Lekin mening o'zimning ko'rsatgan ma'lumotlarim, ya'ni ularni men fikr sifatida bunga taqdim qilaman. Ma'lumot manba qachon paydo bo'lishi mumkin? Birlamchi qoralamadan keyin bizga bu promptda, ya'ni maqolaning oxirida ma'lumotlar
yig'indisini beradi. Biz u ma'lumotlarni tekshirib, bu 3-videoda taqdim etaman. Shuning uchun videolarni hammasini ko'rish maslahat berar edim. Bir bog'liqlik ikkinchisiga qanday o'tish kerakligini aynan o'sha manbalarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu yerda keyinchalik yangi ma'lumot sifatida qo'shib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun hozir menda hech qanaqa manba yo'q, faqat o'z fikrlarimni beraman degan tushuncha bilan qoldirdim. Endi ko'rdingiz, demak, rol berdik, mavzuni aytdim, manba hozircha yo'q, undan fikr berishni aytib o'tdim. Keyingi holatimiz material, именно mavzu va kuzatuvlarim borligi. Mavzuni biz tanlab oldik va materiallar yo'qligi uchun o'zimiz shaxsiy kuzatuv va fikrlarimizni beramiz deb to'xtamga keldik. Endi biz bergan ma'lumotlar qay tartibda bizga taqdim etilishi, ya'ni qaytib kelish kerak degan savol qo'yiladi. Bu savolga javob biz tanlagan Imrat tuzilmasi bor. Aytib o'tyapman, Imrat tuzilmasi 400-500 so'z. Hozircha bu qoralama bo'lganligi uchun 400-500 so'z sifatida qoldiraman. Qolganlari aytib o'taylik, erkin insho, bullet xulosa, savol-javoblar. Bularni ham so'rashimiz mumkin. Xohlasangiz savol-javob, ya'ni QA'lar tuzishni bersangiz, u ham xuddi shu mavzu bo'yicha sizga savollar tartibini tuzib berishi mumkin. Bu ko'pincha o'quv formatlari, ya'ni biror bir mavzu uchun kerakli savollarni tayyorlash uchun kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingiz bullet xulosalar, bu taqdimot, slaydlar uchun kerak bo'ladi. Biz hozir standart shakl Imrat tuzilmasi va 400-500 so'z degan talab qo'ydik. Bu tekshiriladigan standart, har bo'lim aniq vazifaga ega bo'lgan tizim hisoblanadi. Yakuniy manzil maqola bo'ladi. Shuning uchun eng qulay bo'lgani shu. Keling, Imrat nima? Dunyodagi ilmiy maqolalarning standart skeleti. Imrat 4 bo'limdan iborat. Ya'ni kirish, metodlar, natijalar, muhokama. Hozirgi paytda oxirgi ya'ni muhokama bo'limidan keyin xulosalar ham qo'shilyapti. Bu yerda shunchaki qo'shilma sifatida ko'rsatilgan. Demak, Imrat qachon, nega, qayerda, ya'ni qachondan beri qo'llanilyapti? Bu 1970-yildan beri rasmiy standart sifatida keladi. Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, har qanaqa jurnal yoki konferensiyalarga yuboradigan maqolangiz bo'ladigan bo'lsa, u yerda muallif qoidalari, ya'ni siz qay tarzdagi strukturadan foydalanishingiz kerakligi ko'rsatib o'tiladi. Aynan o'shani shu biza aytib o'tayotgan promptda qurayotganda Imrat deb bergan joyimizda o'sha qoidani kirgizib ketishingiz mumkin. Misol uchun ba'zida qanday bu yerda OAK qoidalari, Scopus qoidalari ham kirgizib ketsa, bu ham ishlaydi. Lekin aslida Scopus va Web of Science ular jurnallar, ular indekslovchi bazalar, struktura belgilamaydi. Ular faqat tekshiradi. Lekin standart sifatida dunyo bo'yicha Imrat bu juda qulay standartlardan biri hisoblanadi. Mana endi yana bir necha skeletlarni men taqdim qildim. Mana bulardan ham foydalanishingiz mumkin. Demak, bir qanchasi bu yerda taqdim etilgan. Aytib o'tganimdek, har bir jurnal yoki o'sha maqola chiqaradigan biror bir ilmiy kengash o'zining talablarini qo'yadi. Bu esingizda tursin. O'sha talablarni siz o'zingizning promptingizga, o'zingizning maqolangizga moslab ishlatishingiz mumkin. Keling, hozir bu yerga
Qaytamiz. Buni sal tartibliroq qilishga harakat qilamiz. Chatbotda shunday funksiya bor, ya'ni Shift Enter bilan tugma bossangiz, keyingi bu abzasga tushiradi. Bu juda qulay o'zingiz uchun ham. Keling, mana shu tartibda yozaylik. Mana sen ilmiy maqolalar bo'yicha tajribali muharrirsan. Mavzu matnli sun'iy intellekt chatbotlar muntazam foydalanishning inson tafakkuriga ta'siri. Tashqi manba hozircha yo'q. Men senga shu mavzu bo'yicha tartibsiz fikrlarimni beraman. Endi hozirgi xulosalardan kelib chiqib, biza imrat strukturasini kirgizishni, ya'ni vazifani berishimiz kerak edi. Mana vazifang shu xom materiallarni imrat strukturasida kirish, metodlar, natija, muhokama va men xulosa ham qo'shib o'tganman. Izchil mantiqiy bog'langan 400-500 so'zlik qisqa ilmiy matn yoz. Yana eslatib o'taman, 400-500 so'zlik bu qoralama va maqola. Bizda asl maqolalar 5000-8000 so'zdan iborat bo'lishi kerak. Qoralamada biz strukturani tuzib olamiz va sekinlik bilan kengaytirishimiz kerak bo'ladi. Sababi, agar siz birdaniga katta miqdordagi so'zda yaratib beradigan bo'lsangiz, xatolikka ko'p uchraydi. Ya'ni skelet yo'q, tuzilma yo'q, u bir boshdan quradi va xatolikka yo'l qo'yadi. Chunki sun'iy intellektlarning imkoniyati shundaki, ularning ham o'z xotiralari bor. Ya'ni yuqoridagi so'zlarni eslab qolish imkoniyatlari hozircha pastroq. Kelajakda balki bu narsalar oshar. Shuning uchun agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ya'ni kimdir shu sun'iy intellektlar bilan qiziqib ko'rgan bo'lsa, men ham ko'p ishlatyapman token degan so'zlarni. Tokenlar, ya'ni bu uning xotirasi. Ayrimlarida 1 million token, hozirgi kunda standart 1 million tokenga chiqdi. Boshlang'ich etaplarda bu sun'iy intellektlar bor yo'g'i 200 ming token edi. Qo'pol qilib aytganda, hozirgi 1 million token degani bu bitta kichik kitob o'qib chiqa oladi degan tushuncha. Lekin eslab qola oladimi degan joyi bor. Sababi u 1 million tokenni ishlatgandan keyin keyingi yangi tokenizatsiyaga o'tishi boshlaganda undan yuqori bo'lgan o'zi o'rgangan ma'lumotlarni yo'qotish mumkinligi, adashish mumkinligi ehtimolligi ko'p. Shuning uchun maslahat beraman, kichik tuzilmani tuzib oling, undan keyin sekinlik bilan katta masshtab oshirish harakatida bo'ling. Demak, xolislik, ya'ni biz unga sun'iy intellektga xolis bo'l demaymiz, unga ma'lum bir qoidalar berishga harakat qilamiz. Ya'ni hech narsa demasligimiz bu jimlik qoidasi va u xohlagancha o'zi istaganini yozadi. Xolis bo'l desangiz, o'lchamasdan ko'p narsani yana xuddi o'zi xohlaganda yozadi, faqat ma'lum bir chegaralar qo'yishi mumkin. Va biz tanlagan holat ikki tomon bir mezonda va qarama-qarshi dalil talabi. Ya'ni nega bunaqa bo'lsa, bu talab qo'yildi, nega bu xatolik bo'lsa, bu aniqlik bo'lsa, bu talab qo'yildi deb o'zini o'zi chegaralay oladi. Demak, xolislikni ko'rib chiqdik. Undan keyingi bu men juda yoqtirgan joylarimdan biri. Agar qaysidir joyda sun'iy intellekt qiynalsa, ya'ni u bir necha marotaba o'ylab yozishga harakat qiladi, ayrim etapga kelganda u bir necha marotaba, ya'ni 2-3 barobar ko'proq sikl bajarishga harakat qiladi va u yerda adashishi mumkin yoki qo'shimcha ma'lumot, keraksiz ma'lumot qo'shib ketishi mumkin. Shuning uchun unga shunday buyruq berib qo'yamizki, agar sen qaysidir ma'lumotlar yetishmayotgan bo'lsa, ma'lumot kerak degan tushunchani qoldir. Misol uchun, ayrim payti siz agar hech narsa xohlamasangiz, ya'ni shuni avtomat tarzda bajarilishini xohlasangiz, mendan hech narsa so'rama, o'zing hammasini hal qil deb yozib qo'yasiz, u o'zi hammasini hal qilib yozib qo'yadi. Ya'ni to'xtamasdan sizdan hech narsa so'ramaydi va oxirigacha maqola tayyor bo'lguncha o'zi xohlagan ma'lumotini xohlagan joyga qo'yishni boshlaydi. Bu yerda biz ma'lumotlar yig'ayotganda yoki biror bir faktlarni tekshirayotganda aytayapmizki, ma'lumot kerak bo'lsa, ya'ni ma'lumoting
yo'q bo'lsa yoki adashish imkoniyating bo'lsa, ma'lumot kerak degan tushunchani yozib ketadi va biz u yerga kerakli ma'lumotlarni topib o'tishimiz mumkin. Bu ham sun'iy intellekt yordamida qilinadi. Buning qiyinchiligi yo'q. Buni keyingi darslarda balki umuman videolarda taqdim qilishim mumkin. Umuman olganda sun'iy intellekt bilan qayta ishlash sizning ko'nikmalaringizni ham ancha oshiradi va o'zingiz ham bu savollarga javob topishni boshlaysiz. Keling, endi shu xulosalardan kelib chiqqan holda men yana bir necha promptimizga o'zgartirishlar kirgizaman. Ya'ni qoidalar kirgizaman. Demak, qoidalar. Imrat qoidalaridan tashqari men yana ham aniqlashtirib unga qoida beryapman. Har bir bo'lim aniq sarlavha bilan ajratishni, kirishda dolzarblik, bilim bo'shlig'i, aniq maqsadlarni ko'rsatishni, natijalarda faqat faktlar bo'lishi, sharh yo'qligini. Bu yerda shuni aytib o'tishim kerakki, natijalarda fakt berganingizda agar bu faktga sharh bersangiz, sizning fikringiz bilan chalkashish ehtimolligi bor. Ya'ni maqolani o'quvchi bu yozuvchining faktimidi yoki boshqa birovning faktimidi degan chalkashlikka keladi. Shuning uchun maslahat berardim, faktlarni fakt sifatida unga uzun sharhlar bermaslikka harakat qiling. Keling, qoidalarni davom ettiramiz. Bu yerda biroz xatolik ketdi, mayli. Xo'p, neytrallik beryapmiz. Ijobiy va salbiy ta'sirlar uchun dalillarni bir xil mezonda ko'rib chiqish. Xulosani oldindan buyurma, ya'ni sun'iy intellekt o'zicha tartibga solib qo'yaylik. Xo'p, tartibli bo'ldi. Sun'iy intellekt o'zicha qandaydir salbiy ekan yoki yaxshi ekan degan to'xtamga kelmaslik uchun bu narsaga oldindan buyurma, ya'ni qandaydir buyruq bilan o'zingga o'zing xulosa chiqarma degan ma'no berdik. Va qarama-qarshi dalillar. Asosiy xulosaga zid dalil bo'lsa, uni yashirma, ya'ni qandaydir xulosa chiqardi, lekin uni bekitishga harakat qilishi mumkin, o'shani bizga aniq qilib ko'rsat. Bu bizning limitationimiz bo'ladi. Agar bizni kuzatishda davom etayotgan bo'lsangiz, bizda Notebook LM bo'yicha darsligimiz bor edi. U yerda limitationni biroz tushuntirib o'tganman. Nimaga kerakligi, bu maqolaning juda kuchli qismlaridan biri ekanligini tushuntirib o'tganman. Keling, endi promptimizni to'liq shakllantirib, nihoyasiga yetkazib qo'yamiz. Unga to'liq qoidalarni beramiz. Demak, 10 ta qoida asosida prompt yaratayotgan edik. Undan tashqari har bir qoidani o'zingiz tuzishingiz mumkin, maqolangizga moslab. Har bir men ko'rsatayotgan bo'limlarni o'zgartirishingiz, olib tashlashingiz yoki qo'shishingiz mumkin. Yuqorida Imrat strukturasidan tashqari boshqa strukturalar qo'llashingiz mumkin. Umuman olganda prompt bu sizning kichik sanatingiz bo'lib qoladi. Siz maqolalar generatsiya qilishni boshlasangiz yoki maqola yozishni boshlasangiz, o'zingizda shu narsa paydo bo'ladiki, qaysidir qismi yetishmayotgan, aynan shu yetishmayotgan qismi yoki ko'payib ketayotgan qismini siz o'zingizga ma'lum bir cheklov yoki qoida sifatida kirgizishingiz mumkin. Keling, o'sha manba hozircha yo'q edi. Biz fikrni yozmoqchi edik, ya'ni o'zimiz kuzatuvlarimizni, fikrlarni ham qoldiramiz. Bu mening kuzatuvlarim. Ba'zi paytda bu mening kuzatuvlarim sifatida yozayapman. Sun'iy intellekt ko'pincha yozuvlarga, siz berayotgan savollarga qarab individual javob beradi. Bizning maqolamiz qanday chiqishini hali bilmaymiz. Balki bu biz yozgan prompt biroz o'zgarishi mumkin.
lekin struktura jihatdan promptimiz juda mukammal tuzildi degan umiddaman. Lekin baribir ham noaniqligimiz juda yuqori bo'lib turibdi. Ya'ni bizda manba yo'q, ma'lumot yo'q. Biz hozircha birlamchi cheklov qoidalar kirgizib oldik. Sun'iy intellekt o'zicha bizga yolg'on ma'lumotlar yoki keraksiz ma'lumotlarni qo'shmaslik uchun ma'lum bir chegara qo'yib olishga harakat qilyapmiz. Ya'ni prompt shu chegarani aniq ko'rsatib beradigan tuzilma sifatida baholanadi. Mana promptimizni umuman biz nima qildik? Sarlavha, fakt, cheklovlar, kalit so'z, iqtiboslar. Demak, iqtiboslarga ko'rgan bo'lsangiz API Vancouver sistemasini ishlatish mumkin. Hozir bizda Ghost API Vancouver. Buni birortasini tanlashimiz mumkin. Men prosta tushunarli bo'lish uchun bu uchalasini ham qo'yib ketdim. Mana keling endi to'liq promptimizni shakllangan formasi juda chiroyli. Men har birini kerakli joyga qo'ydim. Nusxalab bizning chatbotga qo'yishga harakat qilamiz. Chunki sal chiroyli hozir shu yerda ko'rsataman. Bu yerda mana tartibli, lekin baribir vizual tartibga ega emas. Mana endi vizual tartibga biroz nosozlik bo'lgan edi. Lekin uni to'xtatishga ulgurdik. Generatsiya davom etmadi. Ana endi rol, mavzu, har bir kerakli bo'lim o'zini ko'rsatmalar bilan aniq turibdi. Generatsiya jarayonini boshlaymiz. O'ylashim bo'yicha generatsiya jarayoni balki keyingi videoga qolar. Demak, bizning promptimizni yana bir bor ko'rib o'tamiz. Har biri strukturlangan, chiroyli qilib berilgan. Men bu promptni Telegram kanalga ham joylayman. Siz o'zingizni manbalaringiz bo'lsa bundan foydalanishingiz mumkin, mavzu berishingiz mumkin. Manbaingiz bo'lsa juda qulay bo'ladi, chunki siz manba bilan ishlasangiz aniq ko'rsatmaga yana bir bor aniqlik kirgiziladi. Mavzu bor, manba bor, bu deyarli 50% vazifa bajarildi degan xulosa. Qolgani bu cheklovlar qo'yasiz, vazifalar berasiz, sun'iy intellekt uni generatsiyalashni boshlaydi. Umuman olganda bizning oxirgi videolarimizdan keyin men sizga shunday prompt beramanki, umuman har qanaqa sun'iy intellektga aytaylik cloud yoki boshqa bir sun'iy intellektda proyekt yaratib, u yerga o'zingizni promptni va ko'rsatmalarni berganingizda birgina so'z bilan kerakli mavzuni maqola darajasiga yetkazishingiz mumkin bo'ladi. Buni ham albatta kichik video sifatida olib ko'rsataman, tushuntirishga harakat qilaman va sizga ham shablon promptlar yoki kerakli ko'rsatmalar fayllarni Telegram kanalga joylashga harakat qilaman. Shu bilan bugungi ikkinchi videomiz nihoyasiga yetdi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting. Hop, chatimizdagi holatni bir ko'zatib qo'yamiz va siz bilan xayrlashamiz. Demak, chatimiz deyarli tayyor bo'layapti. Mana ko'rishingiz mumkin, maqola deyarli tayyor. Buni keyingi videolarda to'liq tahrirlashni o'rgataman. Siz bilan Smart Medical AI Ustoz Uz loyihasi bo'ldi.